Assalomu alaykum. Men Valiyev Odil Erkinovich, travmatologiya va ortopediya ilmiy tekshirish markazining kattalar ortopediyasini bo'lim mudiriman. Bizning bo'limimizda respublikada ilk bor yirik bo'g'imlar, chanoq son tizza bo'g'imlarini endoprotezlash jarrohlik amaliyotini tatbiq qilingan bo'lim hisoblanadi. Va shu yillar davomida biz turli xil endoprotezlash jarrohlik amaliyotida turli xil implantlarni ishlatib kelganmiz. Yirik bo'g'imlarni endoprotezlash jarrohlik amaliyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qismi implant tanlash. Implant tanlaganimizda uni anatomik funksional holatiga qarab baho berishimiz kerak va undan tashqari yoshiga, suyak zishligiga qarab turib implant tanlaymiz. Implantni endoprotezda uzoq yil xizmat qilib berishi. Hozirgi paytda Zimmer endoprotezlari 15 yildan oshiqroq qo'llanib kelayotgan bo'lsa, shu paytgacha endoprotezi komponentlarini yeyilganligi hali aniqlangani yo'q. Zimmer endoprotezi uzoq yillarga bemorga xizmat qilib berilishi muhim ahamiyatga ega.